Bugungi obzorimizda Hoka brendini yangilangan ko'rinishdagi sportivniy oq kiyim bo'ladi akalar. Ikki xil rangga sotuvga kelgan. Shunaqa молочныйga salativiy rangi, seriga qora kombinatsiya bo'lgan ranglari sotuvga yetib keldi akalar. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 40 dan 45 gacha bo'ladi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, 500 ming so'm deb qo'ydik. Bemalol kelib, skidkalarni o'dirib olib ketsanglar bo'ladi. Iloji boricha kelishtirib beramiz akalar. Sifatiga e'tibor beradigan bo'lsak, padoshlari vibran bo'ladi. Amortizatsiyali padosh, qalin bo'lishiga qaramasdan akalar, og'ir emas, yengil. Ikkita oyoq kiyim chiqsa 700-750 gram chiqadi. Ishlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Astarlari, ko'rinishlari, tikilishlari juda yuqa va qulay yoz bob uchun chiqarilgan akalar, ya'ni yoz mavsumiga moslashtirilgan bo'ladi. Qora rangi ham xuddi shunaqa juda sifatli. Ushbu qo'limda turgani 45 razmer bo'ladi. Bemalol Balshimerga, ya'ni Velikan akalarimiz ham kelib xarid qilsa bo'ladi. Iloji boricha ularga ham razmerlarni qilib berishga harakat qilamiz akalar. Soni chegaralangan. Albatta, ikkitadan korobka kelgan ekanlar, ya'ni 50 tadan 100 ta shtuk magazinimizga kelib tushgan. Bemalol O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni ham qildirsanglar bo'ladi akalar. Chiroyli qilib dastavkalarni qilib beramiz. Adminlarimizga murojaat qilsanglar akalar, yetkazib beramiz. Narxlari aytib o'tganimdek 500 ming so'm akalar. Direktdan plyus qoldirsanglar, yana qo'shimcha ma'lumotlarni tashib beramiz. Garnizonda ham belan kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Shunaqa sifatli oyoq kiyimlarni bemalol garnizondan xarid qilsanglar bo'ladi.